Açılganına 6 yıllık münasebeti bilen 5. Maygacha Lady Show Xorazmda bo'lmagan bomba skitkalarini başladı. Bu qatarda görüp turganınız hemme futbolkalarimiz 30 ming so'm bo'ladi obunachilar. Kolumda görüp turgan kilotlarınız 35 ming so'mman. Her xil assortimentlaridan bor. İkisini duvokat olaman deseniz 65 ming so'm bo'ladi. 5. Maygacha hozir ko'rsatgan narsalarim hammasi arzonroqda bo'ladi. Eynime gik qo'yganim xo'shro'y milliy duvokalarimiz obunachilar. Sifatli poplindan bo'lgan har xil svetlaridan bor. Razmerlar ham 52 gacha polni bo'ladi. 3D poplin ko'ylaklarimiz 100 ming so'mga tushib qoldi. Bizlar hijobli qizlarimizdan o'ylagan holda eng uzun variantidan etkab qo'yibmiz obunachilar. Bularning katta razmerlari ham bor. Narxini 80 ming so'mdan qo'yib berdilar. Har xil variantlari bor. Bizda hatto 50 ming so'mdan ham ko'ylak ishtonlar bor. Poplin sifatli bo'lgan. Boshim erkak giyman degan akalarimiz uchun to'g'ri keladigan sifatli materialdan bo'lgan kilotlarimiz bor obunachilar. Narxi 50 ming so'mdan bo'ladi. Gündelikka xo'shro'y ko'ylak qarab yurgan obunachilarimiz ko'chaga ham ketaveradi, tashkillar ham ketaveradi. Shunday poplin ko'ylaklarimizdan bor. Qatori bilan 100 ming so'mdan yosh qizlarimiz uchun shunday korsetli modniy ko'ylaklarimiz bor obunachilar. Bularning rangi o'zgarmaydi, chal yuvsangiz ham girishmaydi. Narxi 100 ming so'mdan. Koreyskiy modeldagi koftalarimizni hammasi skidga tushgan. Vaqtida 150 sotilgan sizlar uchun 100 ming so'mdan qo'yib berdilar. Koreyskiy ko'ylaklarimizdan hammasi endi arzon narxda bo'ladi. Xalasangiz chalurlarimiz bor. Bularni ham arzon qo'yibdilar. 150 ming so'mdan tutgan modelingiz. Ko'rib turganingiz sifatli original organza ko'ylaklarimiz, qizlarimiz bitirva ko'ylakka maqsad qistonmaydiringlar. Sizlar uchun xo'shro'y koftalarimizga yatib. Manzilimizni diqqat bilan eshitinglar. Ko'pchilik adashtirib turgan ekan. Dehqon bozordan kelaverishingiz bo'yicha Amur Temur parkining yonida Memorial Hospitalda o'tasiz. KFC'ning yonida joylashgan zdaniyani ikkinchi etaji bo'ladi obunachilar. Bu yangilikni xo'shro'y ko'ylaklarni arzon yerini qarab yurgan yaqinlarga tashab qo'yamiz. Açılganına 6 yıllık münasebeti bilen 5. Maygacha Lady Show Xorazmda bo'lmagan bomba skitkalarini başladı. Bu qatarda görüp turganınız hemme futbolkalarimiz 30 ming so'm bo'ladi obunachilar. Kolumda görüp turgan kilotlarınız 35 ming so'mman. Her xil assortimentlaridan bor. İkisini duvokat olaman deseniz 65 ming so'm bo'ladi. 5. Maygacha hozir ko'rsatgan narsalarim hammasi arzonroqda bo'ladi. Eynime gik qo'yganim xo'shro'y milliy duvokalarimiz obunachilar. Sifatli poplindan bo'lgan har xil svetlaridan bor. Razmerlar ham 52 gacha polni bo'ladi. 3D poplin ko'ylaklarimiz 100 ming so'mga tushib qoldi. Bizlar hijobli qizlarimizdan o'ylagan holda eng uzun variantidan etkab qo'yibmiz obunachilar. Bularning katta razmerlari ham bor. Narxini 80 ming so'mdan qo'yib berdilar. Har xil variantlari bor. Bizda hatto 50 ming so'mdan ham ko'ylak ishtonlar bor. Poplin sifatli bo'lgan. Boshim erkak giyman degan akalarimiz uchun to'g'ri keladigan sifatli materialdan bo'lgan kilotlarimiz bor obunachilar. Narxi 50 ming so'mdan bo'ladi. Gündelikka xo'shro'y ko'ylak qarab yurgan obunachilarimiz ko'chaga ham ketaveradi, tashkillar ham ketaveradi. Shunday poplin ko'ylaklarimizdan bor. Qatori bilan 100 ming so'mdan yosh qizlarimiz uchun shunday korsetli modniy ko'ylaklarimiz bor obunachilar. Bularning rangi o'zgarmaydi, chal yuvsangiz ham girishmaydi. Narxi 100 ming so'mdan. Koreyskiy modeldagi koftalarimizni hammasi skidga tushgan. Vaqtida 150 sotilgan sizlar uchun 100 ming so'mdan qo'yib berdilar. Koreyskiy ko'ylaklarimizdan hammasi endi arzon narxda bo'ladi. Xalasangiz chalurlarimiz bor. Bularni ham arzon qo'yibdilar. 150 ming so'mdan tutgan modelingiz. Ko'rib turganingiz sifatli original organza ko'ylaklarimiz, qizlarimiz bitirva ko'ylakka maqsad qistonmaydiringlar. Sizlar uchun xo'shro'y koftalarimizga yatib. Manzilimizni diqqat bilan eshitinglar. Ko'pchilik adashtirib turgan ekan. Dehqon bozordan kelaverishingiz bo'yicha Amur Temur parkining yonida Memorial Hospitalda o'tasiz. KFC'ning yonida joylashgan zdaniyani ikkinchi etaji bo'ladi obunachilar. Bu yangilikni xo'shro'y ko'ylaklarni arzon yerini qarab yurgan yaqinlarga tashab qo'yamiz. Açılganına 6 yıllık münasebeti bilen 5. Maygacha Lady Show Xorazmda bo'lmagan bomba skitkalarini başladı. Bu qatarda görüp turganınız hemme futbolkalarimiz 30 ming so'm bo'ladi obunachilar. Kolumda görüp turgan kilotlarınız 35 ming so'mman. Her xil assortimentlaridan bor. İkisini duvokat olaman deseniz 65 ming so'm bo'ladi. 5. Maygacha hozir ko'rsatgan narsalarim hammasi arzonroqda bo'ladi. Eynime gik qo'yganim xo'shro'y milliy duvokalarimiz obunachilar. Sifatli poplindan bo'lgan har xil svetlaridan bor. Razmerlar ham 52 gacha polni bo'ladi. 3D poplin ko'ylaklarimiz 100 ming so'mga tushib qoldi. Bizlar hijobli qizlarimizdan o'ylagan holda eng uzun variantidan etkab qo'yibmiz obunachilar. Bularning katta razmerlari ham bor. Narxini
80 bin so'mdan qo'y berdiler. Her xil variantları var. Bize de hatta 50 bin so'mdan göynək iştahlar var. Poplin sifatli bo'lgan. Balşım erkek giymen degan akkalarimiz için doğru geladigan sifatli materialdan bo'lgan kilotlarımız var bu neçiler. Narxı 50 bin so'mdan bo'ladi. Gündelikka xo'shroq göynək qarab yurgan bu neçilerimiz ko'chaga ham ketaveradi, tashkillar ham ketaveradi. Shunday poplin göynəklərimizdən bak. Hatarı bilen 100 bin so'mdan. Yosh qizlarimiz uchun shunday korsetli modniy göynəklərimiz var bu neçiler. Bularning rengi o'zgarmaydi, necha yuvsangiz ham girishmaydi. Narxı 100 bin so'mdan. Koreyskiy modeldagi koftalarimizni hammasi skidga tushgan. Vaqtida 150 satılgan sizlar uchun 100 bin so'mdan qo'yib berdilar. Koreyskiy göynəklərimizdən hammasi endi arzon narxda bo'ladi. Xalasangiz çalurlarımız var. Bularni ham arzon qo'yibdilar. 150 bin so'mdan tutgan modeliniz. Ko'rib turganingiz sifatli orijinal organza göynəklərimiz, qizlarimiz bitirova göynək yemaqqa qistonmaydiringlar. Sizlar uchun xo'shroq koftalarimiz geyatir. Manzilimizni diqqat bilan eshitinglar, ko'pchilik adashtirib turgan ekan. Dehqon bozordan kelaverishingiz bo'yicha Amur Temur parkining yanında Memorial Hospital'da o'tasiz. KFC'ning yanında joylashgan zdaniyani ikkinchi etaji bo'ladi obunachilar. Bu yangilikni, xo'shroq göynəklarni arzon yerini qarab yurgan yaqinlarga tashab qo'yamiz.